qo'limdagi MacBook Pro M4 silver rangi. Buni hozir bilan birga ko'rib chiqamiz. Aytib o'tganimdek, bu MacBook Pro M4 silver rangi. Buni yana qora rangi ham bor, black. Pro versiyalari ikki xil rangda chiqqan. O'shaning uchun men silver rangni tanlaganman. Qorani tanlamaganimning sababi korpusi barmoqlari qolib ketishi mumkinligi. Masalan, qo'li terlaydigan odamlar bo'ladi-yu, ularni qo'li terlab bu yerda suv bo'lib, xunuk bo'lib qolib ketadi va artganda ketmaydi. Artish qiyin, tozalash qiyin. Mani qo'lim terlamaydi, lekin men shuni ehtimolga olib oq rangni tanlaganman. Yana boshqa jihati shundaki, qora rang endi u o'qiganim bo'yicha ustidan chepiladigan rang bo'lgan. Bu degani uni kraskasi ketadi. Bozorda borib ko'rganda, mana bu yerlarida mana demak, portlar tiqiladigan joyda yonlarida kraskalar уже ketib bo'lgan. Mana bu yerlar chekkalarida kraskalar ketib bo'lgan edi. Xudongidek MacBook o'zini mana shu funksiyasi bilan ajralib turgan. Sposobnosti bilan chap tarafdan boshlaymiz. Demak, chap tarafimizda bizda MagSafe, ikkita Thunderbolt 4, ya'ni Type-C, AUX. O'ng tarafda esa bizda HDMI, yana bitta Type-C va flashka tiqadigan joy, ya'ni o'sha fotoapparatlarni flashkasi tiqiladigan joy. Adashmasam. Bu yerda bizda kolonka, bu yerda bizda kolonka va bu yerda mana bu tagida kolonkalar mavjud. Bu taraflarda ko'rib turishinglar mumkin. Bu MacBook Pro bo'lgani uchun bu yerda o'zini встроенный kullerlari bor. Bular mana bu yerda joylashgan. Mana bular joylashgan. Bu yerda ahamiyat beradigan jihati yana bu metallический material juda ham kачественный tushunyapsizlarmi? Chunki men oldin ishlatgan notebooklarimda bunaqa kачество olmaysizlar deb bu narxga sizlar. Klaviaturalari, ya'ni mana bu knopkalari juda ham yaxshi. Qani ochamiz bo'lsam. Pro versiyalarida bilsanglar agar 120 Hz bo'ladi ekran. Bunda 120 Hz va kelinglar endi buni bir ovoziga, demak, kolonkalariga baho beramiz, sound sistemasiga. Men aytadigan bo'lsam, o'zim eng zo'r mana shu kolonkalardan bittasi, ya'ni sound sistemalaridan bittasi bu MacBook Pro'da. Men просто 5 ketdim. Bundan oldin men Huawei MateBook 13 ishlatganman, 2019-yil olgandek. 6 yil ishlatdim, mana yangi notebook oldim. Xudo xolasa buni endi 10 yil ishlatamiz degan umiddaman. Ekranimiz 14 dyum, o'shaning uchun kelinglar sizlar bilan bitta 8K video ko'rib ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan. Do'stlar, 8K ko'rib olmasak ham 4K ekan, adashibman. O'shaning uchun hozir kelinglar tomosha qilamiz. MacBook'imizdagi demak kamerasi 12 megapiksel ko'rishimiz mumkin. Bu yerda MacBook o'zini mana funksiyalari bor, har xil effektlar chiqarib beradi. Endi mayli ko'rsatmaylik. Например, masalan, jonglyor degan narsa bor ekan. Voy, bu narsa qilmoqchimasdim. İşte hozir qushlar boribdi. Прикольно. Olganmidi. Qani bo'libdi. Вот. Головокружение. Например, mana bunaqa narsalar bor. Bilishinglar mumkin. Mayli, o'zi прикольно hisoblanadi shu narsalar. Sizlarga ko'rsatib ketdim. Yana bitta narsasi, bu ekranimiz bizda 14 dyum. Hozirda Toshkentda MacBook Pro M4 modelining narxi $1400 dan $1500gacha. Men o'zim buni Malikadan olganman. Bu baza versiya hisoblanadi. Demak, uni operativkasi 16 GB, 512 GB o'zini pamyati. Qisqagina obzorim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kommentariy qoldirish, like qo'yish va obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sizlar bilan sunnat. Agar sizlarni magazininglar bu yerda o'rashni xohlagan bo'lsanglar, menga aloqaga tushishinglar mumkin. Qolganini kelishib olamiz.